Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormat Xush kelibsizlar. charchamayapsizmi? Rahmat, Omonmisiz? salomat bo'ling, rahmat. Qandaysiz? Yaxshi Bo'ladi, bo'libsizmi? Xudoga shukr. Qanday aka bu mashhur bo'lish? Qanaqa ekan zvezda bo'lish? Yo'q, hali Nima deb o'ylaysiz? his qilib bu tuyg'ularni his qilganimiz yo'q hali aka. Yancha mana O'zbekiston, butun O'zbekiston his qilib turibdi, xudo xolasa aka. Rahmat. Yana Martabalaringiz qayerdan keldilar bundan ulug' aka? bo'lsin. Sizlar reklamalaringlar. Biz Dubayda Yangiqo'rg'ondan keldik, aha. Bizda ideal remont jamoamiz bor. Biz tashqi va ichki remont turlarini qilib beramiz aka, barcha xizmatlarni. Tushunarli. Sizga bitta zo'r taklif bilan keldim aka. Xo'p akajon, Bizda 4-5 ta gruppamiz bor. Xohlasangiz 5 kun ichida uyni polniy qopqoq bilan bezab bersak, bolalar bilan. Nima deysiz? O'ylab ko'ramiz aka. O'ylab ko'rish kerak-a? Uyni ichiga aka brend yopishtiraman deb aytganman ko'pchilikka. Brend qilib qo'yamiz. Masalan, har xil brendlar bor, katta brend kompaniyalarda logotipini yopishtirib chiqamiz. Farg'ona, Marg'ilon, hamma viloyatlarimizni, Samarqand, Buxoro ular